hisoblanadi. To'g'ri ishlayotgan hisoblanadi. 78.6 da narx ozgincha yig'ilgan va narx to'g'ri kelyapti. 61.8 neytral o'rtada. 50 teng retest bari to'g'ri bu 50. 38.2 ishlayapti. Demak, bu degani 61.8 ham ishlayapti. Bu yoqda 23.6 neytral. Demak, bu degani selga yorib o'tib ketish aniqroq. Chunki 78.6 va 38.2 bizda kuchliroq uровень hisoblanyapti. Xo'p. Narx 38 ga yorib ketsa, keyin 50 ga retest berib 161, ya'ni 0 gacha aniqroq borishi mumkin. Endi boshqa paralarda ham ko'rib chiqamiz. Mana. Ya'ni Fibonacci tortilgan, kecha Eurocatga bay bergandi retestdan. Ya'ni narx ko'rsatildi, retestga tushadi, keyin bayga qarab yuradi. Rezultat berilgan. Eurocatda berilgan joy. Ya'ni narx selga qarab tushadi, yo 61.8 dan yoki 38.2 dan bayga qarab ketadi berilgan. Sabab nimaga? Chunki narx 161.8 yorgan, 161.8 yorgan, 61.8 yorgan va 100 ga ham tegib qaytdi. Misol uchun qaraydigan bo'lsa, endi retestini yo 61.8 ga beradi yoki 50 yo 38.2. 23.6 gacha tushib ketadigan bo'lsa, примерно 0 gacha ham tushishi aniqroq bo'lib qoladi. Shuning uchun ikkita joydan bayga qarab berilgan va orasidagi joyi примерно 20 punkt yo 10 punkt hisoblanadi. Va qolganlari take profitlarga qarab berilgan. 61.8 imiz take profit to'g'ri kelib tushyapti. 261.8 ham maksimumga to'g'ri kelib tushyapti. Keyin rezultat. Rezultat 61.8 ga yetar etmas ketgan. Bunda line chartda tortilgan. Sabab shpilkada turmayapti narx. Ya'ni tanasida turibdi. Narx 100 ga yorib o'tgandan keyin 100 ga yana qaytib retest berdi. 161.8 ga yordi. Bizda ikkinchi take profit 261.8 edi. Boya aytib o'tganimdek 161.8 da misol uchun biz qanaqadir istoriyaga qarab turib, nimadir qilib Mamitdan misol uchun mana bu vaziyatlarda qat'andir bayga kirib qolgan bo'lsa, 61.8 yordimi narx, biz Fibonacci tortganimizda o'sha bezbetga qilib qo'ysak bo'ladi. Bu degani orqasiga qaytmasligi mumkin. Narx 61.8 ga yetar, yetmas qaytganda. Bunda nimaga asoslanib berilgan? Trend liniyani yorgan, trend liniyaga retestini hisobga olib 38.2 gacha berilgandi. Endi xuddi shuni o'zini mana misol uchun shpilkaga tortadigan bo'lsak, 61.8 imiz prям shpilkaga to'g'ri kelyapti. Ya'ni qolganlardan ko'ramiz. Mana 61.8 to'g'ri kelyapti, 50 to'g'ri turibdi, 38.2, 23.6. Hammasi to'g'ri tushyapti. 100 retestlari ham to'g'ri. Prosta faqat take profit 2 imiz sal balandroq chiqib ketib qoldi. 261.8. Lekin 423.6 to'g'ri kelgan. Ya'ni ikkinchi take profit va uchinchi take profitlarimiz periqaga to'g'ri kelar ekan, ya'ni narxi yorib o'tishiga. Endi mana ya'ni selga yorib o'tdi. Trend liniyani mana selga yorib o'tgan. Xuddi shu vaziyatda endi Fibonacci'mizni selga qarab tortsak bo'ladi. Buning uchun ikkita
vaziyatimiz bor. Yo hozirgi keladigan narxda qatgachadir atkat beradigan bo'lsa, o'shanisiga qo'yib tortamiz yoki o'zidan oldingi minimumga qo'yib tortamiz. Bunisi ham, bunisi ham bari ishlaydi. Va xuddi shunaqa o'zidan oldingi minimumni tortadigan bo'lsak, bizga take profitlar yordami keladi. $100 bilan tortadigan bo'lsak, narx to'g'ri kelyapti, ya'ni 60.8 dan xos ekan, atkat otganga o'xshaydi. Eng yaqin minimumga qo'ydik. Narx baribir to'g'ri kelib tushmayapti. Qattandir atkat olishini kutar ekanmiz. Atkat olishini kutamiz. Ya'ni zonalarga tushmayaptimi? Fibonacci'miz unda noto'g'ri hisoblanadi. Vot mana vaziyatda. Selga yorib o'tdi narxi. Fibonacci tortamiz. Mana boya aytib o'tgandek, qanchadir orqaga retest bergan. Vot shunaqa paytda Fibonacci tortsa bo'ladi va take profitlar o'zi avtomatik tarzda to'g'ri keladi. Urvinligi. Fibonacci Mustang'da вообще to'g'ri keladi bir-biriga. Fibonacci Mustang nastroykasini hali keyingi darslarimizda ko'rib o'tamiz. Uni har bitta take profitlarigacha retest, reentry hammasi to'g'ri keladi. Hop, ya'ni endi narx 38.2 yoki 50 kelgan payt bizda kuchli retest bor. Sabab oldingi darslarimizda o'tilgan narx retesti. Narx retest bergandan keyin vot mana mashlarda seli qarab yuradi. 161.8 gacha aniqroq boradi. Endi shuni orasini o'lchaymiz. Примерно qancha ishlay olsak bo'ladi. $15 qo'limizda ekan 0.1 ga 0.10 ga $150. Mana Eurochef ga menimcha sel berilganmidi? Euro NZ degami? Hozir ko'ramiz. Euro GBP ga sel berilgandi. Vot. Euro GBP chiqishini kutayotgandim, mana ozgincha tark etdi deydi. 10 punkt ko'tarilmadi desa, sellar shunaqa dang'illatmadi. Vot, endi qaranglar. Narx trend liniyani yorib o'tdi. Trend liniyani yorib o'tgani bizga jack degani. Ya'ni trend liniya tortsak, hozir bu yerda bizda zo'r ishlab beradi. 261.8 ga kelganda narx retest hisoblanardi. Vot boya aytib o'tganimda bu yerda Fibonacci tortilgan. O'zidan oldingi minimum, maksimum va minimumga qo'yib tortilgan. Endi mana shunaqa vaziyatlarda Fibonacci tortsak bo'ladi. Narxlarimiz ko'rasizlar, o'zi avtomatik tarzda, ya'ni Fibonacci to'g'ri ishlaydimi, ya'ni 100% bashda effekt beradimi da. Ya'ni take profitlarga aniq tarzda tushyaptimi urvinlarimizga. Demak, narx, ya'ni Fibonacci bizga zo'r ishlab beradi. 23.6 ni ko'rasizlar, o'zidan oldingi prям shpilkaga to'g'ri kelyapti. Endi bizda birinchisi trend liniyaga retest berish kerak. Ikkinchisi yorib o'tish kerak. Vot mana shunaqa paytlarda bizga ABC struktura zo'r yordam beradi. ABC strukturalar aytib o'taman, keyin katta kanalda ham bari qilsak buni aytib o'taman. ABC strukturalar 3 turga bo'linadi. AB plus AB teng CDga. Bu eng oddiy formulasi. Keyingisi klassik ABC. Uchinchisi ABC perfect. Mana extension mida shunaqa. Ya'ni ABCni sal g'alatiroq ko'rinishi. Eng ko'p bozorda uchraydigani AB plus AB teng CDga. Ya'ni time zonalar bo'yicha. Shunaqa qilib ishlatadigan bo'lsak, vot endi ko'rib chiqamiz. Narx keldi, Fibonacci tortdik. Narx to'xtadi. Hozirda 23.6 ga chiqadigan bo'lsa, вообще zo'r degani.
bizada globalniy retestimiz 38